Sizniki lampon tayyorlashni o'rgandingizmi bormi? O'rganmoqchi bo'lsangiz bu filmni qaytlab ko'rib, yurak berib saqlaylang. Oldi bilan qachiga 250 gram lampon unini to'kib, 5 gram suv quyib, chalg'ishdan rosa chelib aralashtirib olgandan keyin qozonga 2,5 kilogram suv quyib, qaynaganda bir qoshiq tuz, ozroq oqachi suv quyib, yumshatilgan lamponni so'rib qo'yib, chalg'ishdan 10 minut chelib pishgandan keyin ko'p ustini havo o'tishadigan jimbil yoki elgak bo'lsin bo'ldi yeb 4 soat saqlab uchtimiz. Arliqda biz tarqamakni inch kalem çıkıp to'g'rab, so'ng piyozni ketni erib ushshaq to'g'rab, ya'ni zanjirning postini aqlib ushshaq to'g'rab olgandan keyin samsoqni yumshoq chanib olib, oshko'kini ushshaq to'g'rab, qachiga tayyor qilib olgan zanjir, samsoq, so'ng piyoz, lazdalqini bir qo'shib silib, Elnuri 1 darajalik tun siqim qichimaydan qozon 50 gram quyib, may tushganda yuqoqi materiallarning ustiga quyib, dog'lab, uning ustiga och suvdan bir china tuz, aqmış, azroq vijing, kavachin talqini zira silib aralashtirib tayyorlaymiz. Vijingni ishlatdingiz kelmasa qo'shmasingizmi bo'ladi. Lamponi suratda ko'rsatilgan bo'yicha lig'ildab turadigan yeyishlik tayyorlashni o'rganmoqchi bo'lsangiz, yurak berib qo'shilib ayrimxonda haqsiz masala so'rang. Lamponi to'g'rab, taqsiq radlik tizib, tayyor qilib olgan jizni ustiga qo'yib, ustiga tarxamak, oshko'kin